Abdurahmon ham yo'q bo'lib ketdi, uyqusi bo'lib ketdimi deyman. Vapshim qorasini ham ko'rsatmayapti-yu. Gapirma, vapshi choyxonalarga ham qo'shilmay ketdi-yu. Unda ko'chaga chiqib tursa bo'lardi, xato bu uyqusi bo'lib ketdi-yu. O'rtoq nima qilamiz? Chopib boramizmi yoki? O'rtoq, to'g'risi men o'sha bilan yurishga uyalyapman. Chopib tekkisini aytib o'rtoq, men o'sha uyalyapman buni. Foydasi ham tegmayapti, faqat zarar tegsa tegadi. O'zi qo'yapti, nima qilamiz? Olchi. Allo. Rahmat, nima gap? Gapiraver eshityapman. Ko'chada deydi, o'tirib bilan yuruvdik bir ikkita ishlar bilan. Ishxonang qayerda edi? Kakras bizani ham gaplarimiz bor edi bir ikkita senga yetadi. Bo'ldi, hozir o'tamiz. Sizlarni bu yoqqa chaqirishdan maqsadim mana shu do'konni. To'xta o'rtoq, bizani gapimizni eshita oldin. Qachongacha bunday ishda yurmoqchisan? Bizga o'xshab maza qilib yurmaysanmi? Har kuni cho'pchagimizda pulimiz bor. Uyqusi bo'lib ketibsan. U vapshim bundoq qorangni ko'rsatib tur, kuruvlarga qo'shilib turgan bundoq. Bizga o'xshab ichib, chakib, kayf qilib yursang bo'lmaydimi, Abdurahmon? To'g'ri, sallaga o'xshab ichib, chakib, kayf qilib yursam bo'ladi, lekin bu narsa menga to'g'ri kelmaydi. Meni bitta kayf qiladigan narsam nima bilasanmi? Ota-onamning duosi. Ota-onamning duosi sababli mana shu narsalarga erishdim. Uy, joy, mashina. Masalaga boyibda gap aytayotganimda, sizlar o'zlaring eshitmadilaring. Mana shu do'kon men o'zim ochdim. Sherikchilikda ish qilamiz degan maqsadda sizlarni chaqirdim. Gaplashamiz deb. Allohga shukr, sizlarning haqiqiy yuzingni Allohim menga bugun ko'rsatib qo'ydi.